Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men yana Abdulla 77. Meni kuzatayotgan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, biz bugun bo'lmish hayot videosini olamiz. Hozirgina yo'q. Bu Akmal teleportmi bu? Tushunmadim. Bir roman hozir. Bir roman yo'q ketasan. Hey. Bo'ldi. Boshqa qilmayman. Mana tegin olmaysan endi, ajoyib bo'libdi. To'xtanglar hozir. Buni men nima qilishni o'zim bilaman. Uyim qaniydi, mana uyim. Uyim hali beri anaqa bo'lib yotdi. Mana senga, mana Akmal teleportni yo'q qilamiz do'stlar, Akmal teleportni. Teleportatsiya qildimmi? Iltimos yo'qol. Bak. Urasanmi? Kuching yetadimi? Bak. Ha, urasanmi endi? Urasanmi ayt? Bak. Akmal teleport yana qaytadan paydo bo'ldi. Birinchi qism. Короче, Akmal teleport bizga qo'ymas ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Do'stlar, hozir biz difficult mana shuni o'tkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Men 20 ta kartoshka olaman. Olsangiz ne o yoqqa ketyapsiz? Mayli, to'xtayman. Unda necha pul bo'ladi? 20 ta izmurod bo'ladi. Davaymi? Davay. Xo'p, mana sizga kartoshka. Mana oling. Rahmat. Arzimaydi. Короче, menda 20 ta izmurod bor. Uni solib qo'yamiz. Unda pechina kim olar ekan? 10 ta pechinani mayli yo'q. Bitta pechina, ikkita almazga teng. Kim pechina oladi? Men. Kim gapiryapti? Men orqangda turibman. Go'lim, sen olasanmi? Ha, men olaman. Olasanmi? Olaman. To'xta, olasan. Olasanmi? Olaman dedi bu. Yeysanmi? Yeyman. Mayli, yollasang mayli. Yollasang. Ikkitasi 2 ga ko'paytiramiz. Aha, mana 20 ta izmurod bo'ladi. Xo'p, mana. Berdingmi? Olib bo'lmasam. Senga 10 ta mana pechenya mazza qilib yegin uyingda. Xo'p, mana do'stlar, mana shuni hozir endi solib qo'yamiz. 40 ta izmurodimiz bo'ldi. Короче, mana shundan sotaylikmi? Yana hozir xo'p 24 ta sotamiz do'stlar. Xo'p. Kim 24 ta kartoshka oladi? Men. Yana go'limmi? Yo'q. Kim? Men. Mamlakimdagi. Bu yerda ko'p-ku mamlakim. Yo'q. Mamlakim bitta. Kim suvda suzayotgan bo'lsa, shu. Senmi? Dama. Pulni ber. Mana o. Mana berdim. O'xte beribdi-ya, do'stlar. Magazinni tomidan hamma o'qiyapti. Suv. Afsuski bekor ana oldidan quribman-da. Afsus. Unda mana bu go'lim deyilmadimi bu? Unda 24 ta bo'ldi. Xo'p.
Unda qo'shib qo'yaman. Nechta bu? 64 ta. Yaxshi. Unda men hozir yana 10 ta sotaman. Yo, to'xta, tovuq sotay endi. Tovuq almazga ketadi-da. 10 ta tovuq. To'xta. Hozir 24 ta tovuq emas. 32 ta tovuq 64 ta almazga teng. Mana. Davay. Mana. Men uyimga kirib olibsanmi? Berding-a? Bo'ldi. Bo'pti. Men uyimdan chiq endi. Chiq. Do'stlar chiqdi. Xo'p. Xo'p. Mana shuncha narsa ushlab oldim. To'xtanglar. Men o'g'irlab ketmadim-da. To'xtanglar-da. Bitta o'g'irlab ketish mumkin-da hozir. Kimdir keladi, shap bizani o'g'irlaydi. Davay, ketdim. To'xta, derazadan qara. Hali hech kim o'g'irlamabdi. Davay. Aha. Do'stlar, mana olib oldim. Unda ana oldim. Shuncha pul ishlab qo'ydim. Do'stlar, hammasini hozir solib qo'yaman. Ertaga magazinga yana chiqaman. Xo'p, do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun bu videoga 10 ta like qilsanglar, ikkinchi qismi albatta chiqadi. Hozir mana shular savolay. Xo'p, mana qo'yib oldim. Xo'p, xayrlashadigan payt ham keldi. Do'stlar, albatta hammaga xayr. Albatta hoziroq obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yinglar. Ya'ni 10 ta like bo'lgandan keyin men bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Albatta kulgili bo'lgan deb o'ylayman. Hammaga xayr.